Assalomu alaykum mahalladoshlar. Mana donli siloslarimiz keldi. Sifatlari yaxshi. Kilosi 20 kilodan, narxi 21 ming so'mdan. Gellar bor. 13 ming so'm, 15 ming so'm samaralar. Suvlar olib kelib qo'ydi, yangilik. Aralashma donlarimiz bor 5 ming so'mdan. Unlarimiz bor 195 ming so'm, o'zgacha 200 ming so'm. Yangi anjon degani bor 195 ming, kepaylar 80 ming so'mdan. Yangiliklar suvlar olib kelib qo'ydik. Bug'doyimiz 3,5 ming so'm, tegirmon kepak 4 ming so'm. Makkamiz 5,5 ming so'm. Mana qirg'iz makkamiz 5 ming so'm. Aralashma donimiz ozgina qolibdi. 5,5 ming, 5,5 ming. Kunjaralarimiz bor. Kunjaralarimiz o'ta chiroyli holatda. 6,5 ming so'm. Bug'doylar bor 3,5 mingdan. Kartoshka 6,5 ming, piyozimiz 5 ming so'm. Mol tuzlar bor 2 ming so'mdan. Manzilimiz Uzun ko'cha, Yangobod yo'nalishida, Farhod akaning qurilish mollar do'koni yonida. Nomerlar 94lik 433 56 77 97lik 996 79 89. Tuxumlarimiz qolib ketibdi. Tuxumlar ham bor mana. Bemalol telefon qilib zakaz qilsalar bo'laveradi.